Essential 4000 Words ikkinchi kitobi Unit 4. Chest. Chest bag'ir, ko'krak qafasi hayvonlar va insonlarga nisbatan. The water in the lake was as high as my chest. Ko'lning suvi mening ko'krak qafasim darajasida edi. Ko'krak qafasimdek baland edi deyapti. As high degani baland. Shu yerda bir grammatika bor. As adjective as, ya'ni dek, kabi degan ma'noni bildiradi. Masalan, meni telefonim unikidek qimmat degan bo'lsa, my phone is as expensive as his phone deb aytiladi. Lake bu yerda ko'l. Confidence o'ziga ishonch. I have confidence that I did well on the test. Menda o'zimga ishonch bor. Men testni yaxshi ishladim. Testni yaxshi do well degan bu yerda anu bor, collocation do well, ya'ni yaxshi qilish. Bu o'tgan zamon bo'lganligi uchun did ishlatilgan, chunki do fe'li bu noto'g'ri fe'l. Do, did, done bo'ladi uchala shakli. Have bu yerda bor bo'lmoq fe'li, menda bor, o'zimga ishonch deyapti. Masalan, menda telefon bo'ladigan bo'lsa, I have a phone deyman. Menda bor degan ma'noni anglatadi. Consequence, oqibat. As a consequence of missing my bus, I had to find another way to work. Avtobusimni o'tkazib yuborganligim oqibatida men ishga boshqa yo'lni topishga majbur bo'ldim deyapti. As a consequence of something. Mana shuni oqibatida deb ishlatiladi. Miss bu yerda o'tkazib yuborish, ya'ni ulgurmaslik. Had to bu yerda majbur bo'lish. Bu have to hozirgi zamonda have to bo'ladi, o'tgan zamonda had to. Find bu topmoq fe'li, ya'ni topishga majbur bo'ldim, boshqa yo'lni ishga deyapti. Disaster, halokat. When the car crashed, it was a disaster. Avariya bo'lgan vaqtda bu halokat edi deyapti. Bu yerda ham past simple. Crash bu avariyaga uchrash, o'tgan zamon bo'lganligi uchun crashed ed qo'shilgan. Bu yerda esa to be ni o'tgan zamon shakli ishlatilgan. When the car crashed, ya'ni bu yerda when qachon deb savol bermayapti, qachonki degan ma'noda ishlatilgan. Disturb bu fe'l, tashvishga solmoq, tashvishlantirmoq. The loud noise disturbed me while I was working. Ishlayotgan paytimda baland shovqin meni bezovta qildi, tashvishlantirdi deyapti. While I was working bu yerda present past continuous zamoni ishlatilgan, ya'ni ishlayotgan paytimda o'tgan zamonda. Disturb bu to'g'ri fe'l bo'lganligi uchun o'tgan zamonda disturbed ed qo'shildi. Loud degani baland, noise shovqin. Estimate taxminan hisoblamoq. The boy estimated that he was 1 meter tall. Bu bola taxminiy hisobladi, u 1 metr bo'yi 1 metr edi. He was 1 meter tall. Tall bu uzunligi. Honor bu fe'l, sharaflamoq, ya'ni qattiq hurmat qilish. I honor my science teacher by working hard in class. Men bu science teacherimni hurmat qilaman, darsda qattiq ishlab, ya'ni qattiq o'qib deyapti. Ya'ni by working hard, ya'ni qattiq o'qish bilan deyapti. Impress bu ham fe'l, impress hayron qoldirish, lol qoldirmoq. He was able to impress the girls with his new dance. U qizlarni hayron qoldiribdi o'zining yangi raqsi bilan. Hayron qoldirishga muvaffaq bo'libdi. Was able to degani, ya'ni hayron qoldira oldi deyapti. Bu to be able to fe'li, ya'ni can modal fe'li o'rniga ishlatilsa bo'ladi o'tgan zamonda. Was able to, ya'ni qizlarni hayron qoldirishga erishdi, ya'ni qo'lidan keldi degan ma'noda ishlatiladi. Marathon bu marafon. I ran a marathon and now my legs are tired. Men marafonda yugurdim va hozir meni oyoqlarim juda charchagan. My legs are tired. Legs oyoqlar, tired charchagan. Bu tired sifat bo'lganligi uchun har doim to be bilan ishlatiladi. Men charchadim desam I am tired deb ishlataman. Bu yerda marafonga nisbatan ko'pincha run ishlatiladi. Run a marathon, ya'ni marafonda yugurish. Bu past simple bo'lganligi uchun ran ishlatilgan. Chunki run fe'li bu noto'g'ri fe'l. Narrow tor.
The bridge is too narrow for a car to drive over. Ya'ni mashina uchun mashinani ustidan o'tish uchun ko'prik juda tor, ya'ni haddan tashqari tor deyapti. Too degani haddan tashqari, juda. Bridge bu ko'prik, ya'ni mashina o'ta olmaydi deyapti. To drive over, ya'ni ustidan mashinadan haydab o'tish uchun. Pale, xira, ya'ni rangpar, rangsiz degan ma'noni bildiradi. The girl's skin was very pale. Ya'ni bu qizning terisi juda xira, ya'ni rangpar edi ma'nosida ishlatilgan. Girls degani bu qizning ma'nosini bildiradi. Skin bu teri. Rough, g'adir budur, dag'al, ya'ni tekis emas degan ma'noni bildiradi. The rough ground hurt my feet. Ya'ni g'adir budur yer meni oyoqlarimni zararladi. Hurt, zararlash. Bu o'tgan zamon, bu uchala noto'g'ri fe'l bo'lganligi uchun uchala shakli ham hurt bo'laveradi. Satisfy bu fe'l qanoatlantirmoq, ya'ni mamnun qilmoq ma'nosi bor. It will satisfy my teacher if I finish all my work. Bu meni o'qituvchimni qanoatlantiradi agar men hamma uyga vazifamni tugatsam deyapti. Bu yerda e'tibor beramiz mana shu gap if clause, ya'ni conditional anusi, ya'ni shart mayli agar bilan ishlatiladi. Ya'ni gap ikki qismdan tashkil topadi bunday gaplarda. Ya'ni bu tarafi if clause deb aytiladi, bu tarafi main clause yoki result clause deyiladi. Bularning ham turlari bor. Bu birinchi conditional, the first conditional deb aytiladi. Ya'ni birinchi taraf bu if'li tomoni present simple da ishlatiladi. Ikkinchi tomoni esa future simple da ishlatilgan bu first conditional. Agar men uyga vazifalarimni qilsam, meni ustozimni qanoatlantiradi, mamnun qiladi deyapti. Scream, baqirmoq. The girl saw a spider and screamed. Bu qiz o'rgimchakni ko'rdi va baqirdi deyapti. Scream o'tgan zamonda to'g'ri fe'l bo'lganligi uchun ed qo'shilgan. Bu esa see ko'rmoq fe'lini ikkinchi shakli, chunki see ko'rmoq fe'li bu noto'g'ri fe'l bo'lganligi uchun ikkinchi shakli saw bo'ladi. Uchinchi shakli esa seen bo'ladi. Uchinchi shakllar ko'pincha perfect zamonlarida ishlatiladi. Sensitive, sezuvchan, ta'sirchan. My teeth are sensitive to cold things. Meni tishlarim sovuq narsalarga ta'sirchan, sezuvchan deyapti. Cold, sovuq, thing degani narsa. Bu yerda ko'plikda things ishlatilgan. Teeth o'zi birlikda tooth bo'ladi, bitta tish bo'ladigan bo'lsa, ko'plikda esa teeth deb talaffuz, teeth deb aytiladi. Bu bitta tish bo'lsa tooth, ko'plikda teeth. Shade, soya. It was hot outside, so the boy sat in the shade of a tree. Tashqarida issiq edi. Shuning uchun bola daraxtning soyasida o'tirdi deyapti. Bu sat, sitni o'tgan zamon shakli, bu to'g'ri fe'l, noto'g'ri fe'l hisoblanadi. Sat bo'lib ishlatiladi. Ya'ni in the shade of a tree, daraxtning soyasida. Bu yerda of ning ma'nosini bildiradi. So degani shuning uchun degan ma'noda ishlatiladi. Outside esa tashqarida. Supplement bu fe'l o'rnini to'ldirmoq, ya'ni qo'shimcha qilmoq ma'nosida ishlatiladi. He supplements his diet with fresh fruit. U dietasiga qo'shimcha qiladi yangi mevalar bilan deyapti. Supplement bu yerda gap present simple da ishlatilgan. Shuning uchun he supplements deb fe'lga is qo'shilgan. Terror, dahshat yoki qo'rquv. I felt a sense of terror when the tiger chased me. Tiger, ya'ni yo'lbars meni quvganida, ya'ni ta'qib qilgan vaqtida men dahshatni his qildim deyapti. Bu fe'ldan o'tgan zamon shakli, feel his qilmoq. Feel, bu noto'g'ri fe'l bo'lganligi uchun felt deb yoziladi. Sense of terror, ya'ni qo'rquv hissini his qildim qachonki men tiger meni ta'qib qilganda. Chase bu ta'qib qilmoq, to'g'ri fe'l bo'lganligi uchun o'tgan zamonda chase it bo'ladi. Bu meni. Threat, xavf, xatar.
Due to the dark clouds, there was a threat of a bad storm. Qora bulutlar sababli yomon bo'ron xavfi bor edi deyapti. There was degani biror narsani biror joyda borligini bildiradi. Masalan, stol ustida telefon turibdi desam, there is a phone deb aytaman. Bu o'tgan zamon bo'lganligi uchun there was, ya'ni bor edi degan ma'noni bildiradi. Dark degani qora, clouds bulutlar. Due to degani bu yerda sababli degan ma'noda ishlatiladi. Masalan, due to the rain, yomg'ir sababli, oqibatida ma'nosini bildiradi. Victim qurbon. I was a victim of a robbery. Men o'g'irlikning qurboni bo'ldim deyapti. Victim of a robbery. Robbery degani bu o'g'irlik. Past simple o'tgan zamonda bo'lganligi uchun I was deyapti. Shunday bo'ldim tubini o'tgan zamon shakli. Endi shu yuqoridagi yangi so'zlar qatnashgan tekstni ko'rib chiqamiz. Bu tekstni ko'rish davomida bulardan u tekstdagi grammatika va boshqa barcha yangi so'zlarni o'zbekchalarini aytib o'taman va grammatikalarga ham tushuntirish berib o'taman. Demak, bu dear. Ya'ni dear and his image, ya'ni bug'i va uni ko'rinishi ma'nosida ishlatilgan dear degani bug'i. Dear told himself every day. Ya'ni bug'i o'ziga har kuni aytibdi. Himself degani o'ziga har kuni aytibdi. I am the most handsome deer in the forest. Men o'rmondagi eng kelishgan bug'iman debdi. The most handsome. Eng kelishgan. Bu yerda grammatikasiga tushuntirish berib o'tadigan bo'lsak, handsome degani kelishgan sifat. Bu sifatni orttirma darajasi, ya'ni superlative adjective beradi. The most, eng deb ishlatilyapti. Sifat bo'lganligi uchun to be bilan ishlatilgan. Forest bu o'rmonda bo'lsa har doim in the forest bo'lib ishlatiladi. My large chest is a symbol of my power. Meni katta ko'krak qafasim, ko'kragim mening kuchimning simboli deyapti. Kuchimning simboli, my symbol of my power. And my beautiful horns impress other animals. Mani chiroyli shoxlarim, horn degani shoxlari boshqa hayvonlarni hayron qoldiradi. Impress, hayron qoldiradi deb har kuni o'ziga aytar ekan. But he did not like his legs and house. Lekin unga yoqmasadi, o'zini oyoqlari va tuyoqlari yoqmasadi. Legs degan oyoqlari, house degan esa tuyoqlari. Bu past simple dagi negative, ya'ni inkor shakl did not like. Agar yoqtiradigan bo'lsa he likes degan bo'laradi. Endi yoqtirmaydigan bo'lsa he didn't like, did not like bilan ishlatiladi. Ya'ni yoqtirmas edi. My legs are narrow and my house are ugly. Meni oyoqlarim juda tor, ya'ni ingichka degan va meni tuyoqlarim xunuk. Ugly degani xunuk. Bu yerda sifat bilan ishlatilganligi uchun ikkala holatda ham to be ishlatilgan. They do not satisfy me. Ular meni qanoatlantirmaydi. Satisfy me meni qanoatlantirmaydi. Bu yerda present simple da ishlatilgan gap, chunki shuning uchun do not ishlatilgan. Do not satisfy me. Agar u qanoatlantiradigan bo'lsa, they satisfy me bo'ladi. Agar qanoatlantirmaydigan bo'lsa, bu yerda do not qo'shiladi. One day, bir kuni the deer saw a big dog. Bir kuni u katta itni ko'ribdi. The deer made some noise and disturbed the dog. Va bug'i shovqin qilibdi. Make a noise degani shovqin qilmoq. Make bu noto'g'ri fe'l bo'lganligi uchun o'tgan zamonda made bo'ladi. Make a noise bu shovqin qilish va itni disturb, ya'ni bezovta qilibdi. Disturb bezovta qilmoq, bezovta qilibdi. The dog woke up and chased him. Va it uyg'onibdi va uni ta'qib qilishni boshlabdi, ya'ni quvlashni boshlabdi. Bu wake up uyg'onmoq. O'tgan zamonda woke up bo'ladi. The deer felt terror, ya'ni bug'i qo'rquvni his qilibdi. He screamed, u baqiribdi. He didn't want to be a victim.
U qurbon bo'lishni xohlamabdi. Didn't want to. He did not want to be a victim. Ya'ni to be ni bo'lish, victim bo'lishni xohlamabdi. So he ran into the forest. Shuning uchun u o'rmon ichiga yuguribdi. His strong legs helped him run fast. Uni kuchli oyoqlari unga yordam beribdi. Tez yugurishga. Fast degani bu yerda tez, run fast. Yordam berdi. Help bu yerda yordam bermoq fe'li o'tgan zamon bo'lganligi uchun help it bo'lib ishlatilgan. Chunki help fe'li bu to'g'ri fe'l. His pale brown hooves were hard, so they were not sensitive to rough rocks. Uni rangsiz, xira, jigarrang oyoq tuyoqlari juda qattiq edi. Shuning uchun ular qattiq, ya'ni dag'al toshlarga sensitive, sezuvchan emas edi deyapti. Were not sensitive to. However, rocks degani bu yerda toshlar. However degani lekin his horns got caught in branches. Uni shoxlari shox-shabbalarga, ya'ni daraxtning shox-shabbalariga ilinib qolibdi. Get caught ya'ni ilinib qolish. Bu caught catch fe'lini o'tgan zamon shakli. Catch, caught bo'ladi. Branch degani shox-shabba. Slowing him down, uni sekinlashtirib, ya'ni yugurayotgan payti uni sekinlashtirgan, ilinib qolib. His large chest could not fit between thick trees. Uning katta ko'krak qafasi qalin daraxtlar orasiga sig'mabdi. Fit degani sig'ish. Could not bu yerda sig'magan. Could not fit between thick trees. Bu yerda could modal fe'li kanni o'tgan zamon shakli, ya'ni shu daraxtlarning orasiga sig'magan uni ko'krak qafasi juda katta bo'lganligi uchun. Thick degani bu yerda qalin ma'nosida. Between bu orasida degan ma'noni bildiradi. The deer estimated that he ran for an hour. Deer hisoblab chiqibdi. U 1 soat davomida yugurgan. For an hour, 1 soat davomida yugurgan. He felt like he was running a marathon. U xuddiki marafonda yugurgandek his qilibdi. He felt bu fe'l his qilmoq, o'tgan zamon shakli. He was running a marathon. U marafonda yugurayotgandek. Mana shu sentenceimiz bizda past continuous ishlatilgan, yugurayotgandek his qilgan. In the end, oxirida the deer escaped the threat of the dog. Va nihoyat oxirida bug'i itni xavfidan, xataridan qochibdi. Escape degani qochmoq, noto'g'ri fe'l bo'lganligi uchun o'tgan zamonda escaped ed qo'shilgan. He sat in the shade of a tree. U daraxt soyasida o'tirdi. That was almost a disaster. Bu deyarli halokat edi deb aytdi. Almost degani deyarli. I almost did not escape because of my chest and horns. Men, ya'ni qochib bilmasligimga sal qoldi. O'zimni ko'krak qafasim va shoxlarim sababli deyapti. Because of degani sababli degan ma'noni bildiradi. Because of my chest va chestlarim sababli deyapti. My legs and hooves saved me. Meni oyoqlarim va tuyoqlarim meni asrab qoldi. Save degan asrab qolmoq, to'g'ri fe'l bo'lganligi uchun saved ed qo'shilgan. As a consequence, oqibatda va nihoyat oqibatda the deer learned to honor his fast legs and have confidence in his strong hooves. Va oqibatda u o'rganibdi hurmat qilishni o'zining tez oyoqlari va o'zida confidence, ya'ni o'ziga ishonch hosil bo'libdi uning kuchli tuyoqlariga. Pretty things only supplement important things, he thought. Ya'ni yaxshi narsalar muhim narsalarga qo'shimcha bo'ladi, ya'ni o'rnini bosadi degan ma'noda ishlatilgan. U o'ylabdi. Bu think fe'lini o'tgan zamon shakli. Chunki think fe'li bu to'g'ri fe'l, noto'g'ri fe'l bo'lganligi uchun think, thought bo'lib ishlatiladi. Important degani bu yerda muhim